Sirdaryoda biznes qiling. Kuala-Lumpur shahrida shu mavzudagi O'zbekiston-Malayziya hamkorlik forumi tashkil qilindi. Tadbir Sirdaryo viloyati hokimligi delegatsiyasining ushbu mamlakatga tashrifi doirasida o'tkazildi. Xorij tomoni O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi eng tez rivojlanayotgan iqtisodiyotlardan biri sifatida e'tirof etdi. Jumladan, Sirdaryo viloyatining geografik qulay joylashuvi Malayziya kompaniyalari uchun mintaqaviy hab vazifasini o'tashi mumkinligi ta'kidlandi. Sirdaryoda nafaqat savdo, balki qo'shma ishlab chiqarish korxonalarini ochish uchun qulay investitsiyaviy muhit va imtiyozlar mavjudligi qayd etildi. Bugun O'zbekiston va Malayziya biznes doiralari bir joyga yig'ildi. Maqsadimiz ko'proq malayziyalik ishlab chiqaruvchi va sayyohlik kompaniyalarni O'zbekistonga taklif etish, u yerda yaratilgan imkoniyatlar bilan yaqindan tanishtirish. Bizning uyushmamiz a'zolari bo'lgan kompaniyalar O'zbekistonni beqiyos ziyorat maskani deb bilishadi. Bugun ushbu forum doirasida B2B sessiyasida Umra Plus dasturi bo'yicha turizm assotsiatsiyalari o'rtasida tarixiy hamkorlik memorandumini imzoladik. O'zbekiston tomonidan amalga oshirilayotgan tadbirkorlikni, shu jumladan turizmni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar o'z samarasini berib, yaqin kelajakda Malayziyadan O'zbekistonga tashrif buyuradigan turizm industriyasi vakillari va ziyoratchilarning soni oshishiga xizmat qilishiga ishonamiz. Forumning amaliy qismida ikki mamlakat ishbilarmon doiralari o'rtasida B2B formatidagi intensiv muzokaralar ham bo'lib o'tdi.